Allohu an yatiya bil fathi, shoyat Alloh g'alaba bersa yoki o'z huzuridan biror buyruqni berib qolsa, g'oyiblar qaytib keladi, adashganlar yo'lini topadi, mashaqqatga kirganlar bir kun kelib qutuladi, zulmat, qorong'ulik ham bir kun albatta tarqaydi. G'amga botib qolgan kishi yaqinda yorug'lik tezligida keladigan farajni kutsin. Birodarlar, tun o'zini eng qorong'u lahzasiga yetdimi? Bas, undan keyingi lahza yorug'likka, tongga qarab yurishlik bo'ladi. Tunning eng qorong'u qismi ne? Soat necha bo'ladi? 3 deylik. 3 bo'ldimi? Cho'qqisiga chiqdimi qorong'ulik? Endi 3 dan 1 sekund o'tdi, endi yorug'likka qarab yuradi. Agar birodar oldingda uzundan uzun sahroni ko'rib turgan bo'lsang, bilginki, uni ortida albatta yam-yashil vodiylar, bog'lar, soya salqinlar bor. Arqon